2025-yil 3-noyabr sanasida Toshkent shahrida Xalqaro migratsiya tashkiloti IOM va hamkorlik xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash kompaniyasi o'rtasida muhim hujjat o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Mazkur memorandum migrant oilalaridan chiqqan ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqlim o'zgarishlariga mos hayot tarzi va tadbirkorlik yo'nalishidagi salohiyatini oshirishni ko'zda tutadi. Assalomu alaykum. Avvalambor men shu narsani eslatib o'tmoqchi edim. Bugun Hamroh kompaniyasi bilan Xalqaro migratsiya tashkiloti bilan hamkorlikda biz o'zaro hamkorlik memorandumi imzoladik. Hamkorlik IOM taraqqiyot jamg'armasi va Shvetsiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan dasturlar doirasida amalga oshirilmoqda. Bu tashabbuslar orqali iqlim o'zgarishidan eng ko'p zarar ko'radigan qishloq hududlarda yashovchi ayollarning iqtisodiy barqarorligi va moslashuvchanligini mustahkamlash maqsad qilingan. Tadbir chog'ida bo'lib o'tgan migrant oilalardan bo'lgan ayollarni iqlimga bardoshli daromad manbalari va tadbirkorlikni rivojlantirishda qo'llab-quvvatlash mavzusidagi panel sessiyada xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi va Markaziy bank vakillari ishtirok etib, ayollarni iqtisodiy faol hayotga keng jalb etish masalalarini muhokama qildilar. Imzolangan memorandum nafaqat ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, balki mamlakatda iqlim o'zgarishiga mos inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash yo'lida ham muhim qadamdadir.